Assalomu alaykum. Viloyatimiz hayotiga oid yangiliklar tafsiloti bilan efirda Xorazm 24 informatsion dasturi. Studiyada Shahzod Safarboyev. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev taklifiga binoan Turkman xalqining milliy yetakchisi, Turkmaniston Xalq maslahati raisi Gurbanguli Berdimuhamedov tashrif bilan mamlakatimizda bo'ldi. Tashrif doirasida martabali mehmon bilan tor doirada va rasmiy delegatsiyalar ishtirokida muzokara o'tkazildi. Davlatimiz rahbari bilan uchrashuv va muloqotlarda O'zbekiston bilan Turkmaniston o'rtasidagi do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada rivojlantirish va mustahkamlashning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Ko'p qirrali hamkorlik barcha yo'nalishlarda, shu jumladan siyosiy, parlamentlararo, savdo-iqtisodiy, transport, kommunikatsiya va madaniy-gumanitar sohalarda jadal rivojlanib borayotgani katta mamnuniyat bilan qayd etildi. Ikki tomonlama muzokaralar davomida yurtboshimiz tomonidan Gurbanguli Berdimuhamedovga qardosh mamlakatlarimiz o'rtasidagi an'anaviy do'stlik munosabatlarini mustahkamlashdagi ulkan xizmatlari uchun O'zbekiston Respublikasining yuksak davlat mukofoti oliy darajali do'stlik ordeni tantanali tarzda topshirildi. Bu ikki qardosh xalq o'rtasidagi ko'p asrlik mustahkam do'stlik va yaxshi qo'shnichilik rishtalari O'zbekiston-Turkmaniston strategik sheriklik munosabatlarini yanada rivojlantirish borasidagi qat'iy intilishning ramzi bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Turkman xalqining milliy yetakchisi, Turkmaniston Xalq maslahati kengashi raisi Gurbanguli Berdimuhamedov 23-24 aprel kunlari O'zbekistonda Samarqand shahrida mehmon bo'ldi va albatta hammamizga ma'lum, Turkmaniston va O'zbekiston xalqi azaliy qardosh xalq hisoblanadi. Chunki biz millatimiz bir, urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz bir va qo'shni davlat sifatida uzoq yillik hamkorlik munosabatlariga egamiz. Va albatta bu tashrif nafaqat siyosiy sohada, ijtimoiy, madaniy, ma'naviy sohada ham juda ham katta yutuqlarga ega bo'ldi. Haqiqatan ham O'zbekiston prezidenti Turkman xalqining milliy yetakchisi Gurbanguli Berdimuhamedovni o'zaro hamkorlik natijasida albatta ikki xalq o'rtasidagi manfaatli masalalar bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Shular bilan bir qatorda Turkmaniston Xalq maslahatchisi raisi Gurbanguli Berdimuhamedov O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qardosh xalqlarning mamlakatlar o'rtasidagi an'anaviy do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sherik munosabatlarni mustahkamlashdagi ulkan xizmatlari uchun oliy darajadagi do'stlik ordeni bilan mukofotlandi. Albatta, bu mukofot, oliy darajadagi mukofot nafaqat Turkmaniston xalqining milliy yetakchisi, balki Turkmaniston xalqi uchun ham juda ham katta bir mukofot hisoblanadi. Gurbanguli Berdimuhamedov O'zbekiston prezidentiga va o'zbek xalqiga Maxtumquli filmi uchun minnatdorchilik bildirdi. Chunki O'zbekiston va Turkmaniston kinematograflari tomonidan ishlangan Maxtumquli badiiy filmi xalq orasida juda ham katta taassurotlarga ega bo'ldi. Maxtumquli filmini tomosha qilgan Turkmaniston xalqi filmni juda ham mukammal ishlanganligi va albatta bu filmni tagida juda ham katta haqiqat yotganligi va bu Turkman xalqi uchun juda ham katta mukofot bo'lganligini ta'kidladi. O'zim ham bu filmni tomosha qildim. Haqiqatan ham juda ham katta mahorat bilan ishlangan film va albatta o'sha Maxtumqulining haqiqiy nafaqat faylasuf va shoir sifatida faoliyatini yoritib bergan eng mukammal film deb qabul qilsa bo'ladi va albatta bu filmning ishlanishi va Gurbanguli Berdimuhamedovning oliy darajadagi do'stlik ordeni bilan mukofotlanganligi xalqlarimiz o'rtasidagi qardoshlikni, hamkorlikni yanada mustahkamlaydi va albatta bu qardoshlik, hamkorlik munosabatlari yana davom etadi deb o'ylayman. Turkmaniston davlatining Levap viloyatidan kelib, Toshkent Luqmanchilik akademiyasining Urganch filialida 2018-yilda birinchi kursda o'qib keldim. 2024-yilda bu yerni ustunlikli tamomlab, klinik ordinatura kardiologiya bosqichini topshirdim. O'zbekiston deysan, do'stlikli, madaniyatli xalqlarning biri bo'lib, Turkman xalqining Turkman dasturlari bilan ham bir mengdash kelgan xalq. Qadimiyatdan kelgan asrlarimizning o'ngdan kelgan do'stlikli xalqlarning biri hisoblanlar. Turkman o'zbek do'stluğu hamishadan qatnashib kelgan qo'shni davlatlarimizning biri hisoblanlar. O'zbekiston o'zbek xalqining madaniyati, tarixi bizim davlatlarimiz bilan bir mengzash uytqoshliqli kelgan davlatlarning biri hisoblanlar. O'zbekiston davlatida bizim bilim olib o'qishimiz uchun amaliy praktikalarimiz uchun bir necha mumkinchiliklar yaratib berilgan. Shuning uchun ham biz klinik ordinaturani o'qimani shu davlatda sayladik.
Bu yerde 70 oğlay Türkmen talipleri klinik ordinatura baskıcında okap bilim alar. Gelecek yaşlara da hem şu Özbekistan devletinde gelip okumak için bir neçe mümkünçilikler var. Koy yaşasın Türkmen Özbek dostluğu.